Turkiyada, Istanbulda istiqomat qilayotgan va to'p surayotgan Abbosbek Fayzullayev. Иван Обликовый, Файзуллаев, и шанс, и все-таки гол. Fayzullayev geliyor. Fayzullayev! Eng katta orzu dunyoning eng yaxshi ligalarida to'p surish bo'lgan. Kichkinaligimizda Sirdaryoda oyog'imizda hech nima bo'lmagan. Qishloqda uni farqi yo'q, nimada o'ynashdik. Asosiysi futbol o'ynash bo'lgan. Ota-onangiz uchun o'sha kichkinagina Abbosmisiz? Polvonim deydi. Baribir bizda futbol bilan Turkiya futboli orasida farq katta. O'zbek tandemi bu turkiyalik himoyachilarni shoshirib qo'ymayaptimi? Eldor akani o'yin ustuvini men bilaman, meni o'yin ustuvimni Eldor aka biladi. Bo'ldi, charchadim, bu sohadan ketaman degan paytlaringiz ham bo'lganmi? Futbolda tashlab ketkim hech qachon kelmagan. Kichkinaligimizdan beri Jahon chempionatini televizorda ko'rib katta bo'lganmiz. Birinchi bizga nasib qiladi deb o'ylamadim. Birinchi hushtak chalingandan keyin ko'z oldimdan masalan yoshligimdan beri o'tgan barcha narsalar o'tib ketdi. O'zini o'zi tayyorlash kerak o'yinchi va lekin juda ham ko'p o'ylab yuborishi ham xato narsa. Ronaldoga qarshi o'yiningiz yaqin. Portugaliyaga qarshi kechadigan o'yin alohida qiymatga kasb etadi deb o'ylayman. Ronaldo bor. Bitta bolani o'sha futbolga qiziqtira olsam, shuni o'zi va bir juda ham katta narsa. Degan orzulariga erishish uchun hech nimadan qaytmaslik kerak o'shani. Futbolda eng muhim narsa nima? Talantmi yoki mehnat? Mehnat menimcha talantni yutib chiqadi oxirida. Hozirgi rivojlanish darajasi haqida nima deya olasiz? Dunyoda ko'pchilik O'zbekiston futboli haqida bilishni boshladi. Hozir Husanov APLda o'ynagan birinchi o'zbek bo'ldi. Oldin Eldor aka Italiya chempionatida o'ynadi. Ko'rsatuvimizni so'ngida esa muxlislarimiz uchun eksklyuziv sovg'a bor.